Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz qıtaqlar ekranımız olsun. Nuri Türkel Qozog'istonda ziyoratda bo'ldi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Türkel apandi Qozog'istonga qilgan rasmiy ziyorati jarayonida 21 may Almutadagi Uyg'urlar bilan jam bo'ldi. Almuta shahridagi Uyg'urlar uni do'stlik sarayida o'tkazilgan maxsus faoliyat bilan qizg'in kutib olgan bo'lib, kutib olish marosimini Qozog'istondagi eng chong Uyg'ur tashkiloti bo'lgan Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazi tashkillagan. Marosimga cheklik sonda kishi qatnashgan bo'lib, jamiyat vakillari, ziyolilar, yoshlar qatorliqlardan 50 ga yaqin kishi qatnashgan. Marosimga Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmatov riyosatchilik qildi. Marosimda oldi bilan Qozog'iston xalqi birlashmasining kengash a'zosi, Qozog'iston Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi Dulquntay Abduxalil ichilish nutqi so'zladi. Orqadan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh maslahatchisi, pishqadam siyosatchi Qahramon G'o'janbarda apandi Qozog'istonda rasmiy ziyoratda bo'layotgan Nuri Türkel apandining qisqacha tarjima holi va siyosiy faoliyatlar haqida yig'in qatnashuvchilariga ma'lumot berdi va Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisligiga tayinlanganligining Uyg'ur millati uchun zo'r ma'naviy va amaliy ahamiyatga ega ish ekanligini bildirdi va uning bundan keyingi faoliyatlariga utuq tilash bilan birga uning xizmatlarining siyosiy da'voyimizga qo'shadigan to'kpisini muayyanlashtirdi. Faoliyat intayin qizg'in kayfiyatda o'tkazilgan bo'lib, Qozog'istonda tunilgan bir qism Uyg'ur ziyolilari, adablari va jamoat arboblari orqama-orqa so'zga chiqib fikrlarini bayon qildi va Nuri Türkelga utuq tiladi. Orqadan Qozog'iston Cumhuriyetlik Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri, Qozog'iston xalqi birlashmasining a'zosi Irshad Asmatov, Madaniyat markazi qarmog'idagi Ma'arif kengashining raisi Shamshidin Ayupov, Olimlar kengashining raisi Masimjon Vilyamov, Xonim-qizlar kengashining raisi Sanam Beshrovalar Qozog'istondagi ona tildagi maktablarning ahvoli, Uyg'ur olimlarining ilmiy faoliyatlari, xonim-qizlarning har xil sohalardagi xizmatlari, shundaqla Uyg'ur milliy teatri, ona tildagi gazet jurnallar, Sharqshunoslik instituti tarkibida Uyg'urshunoslik markazi qatorliqlar haqida ma'lumot berdi. Marosimda yana Qozog'iston yozuvchilar ittifoqining a'zosi shoir Abdug'ofur Qutluqov, rassom Ahmadjon Ahad, Almuta viloyati Talg'ir nahiyalik oqsoqollar kengashining boshlig'i Jamoliddin Nasirov qatorliq yurt jo'nglarimi ayrim so'z qildi va Nuri Türkelga hadiya taqdim qildi. Marosim oxirida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi advokat Nuri Türkel so'z qilib, oldi bilan o'zini qizg'in kutib olgan xalqiga rahmat aytdi va Sharq Turkistonga yaqin bo'lgan shundaqli ko'p sonda Uyg'urlar yashaydigan Almutada Uyg'urlar bilan didorlashganligidan hayajon ichida ekanligini bildirib, Qozog'istondan kindik qinim to'kilgan ona vatanning purqi keladi dedi. U so'zda yana Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining qurilish tarixi va o'zining navbatda qilayotgan xizmatlari, o'zining mazkur vazifaga qanday tayinlanganligi haqida tafsiliy to'xtaldi. Shundaqli navbatda Uyg'ur masalasining jiddiy bir masalaga aylanganligini, Amerika hukumati tomonidan cho'ng ahamiyat berilayotganligini ilgari surdi. Intayin qizg'in kayfiyatda o'tgan marosim oxirida Nuri Türkelga butkul Qozog'iston Uyg'urlari nomidan hurmat bildirilib, Uyg'urlarning milliy to'ni kaydirildi. Xitoy O'rta Osiyoning tabiiy gazlarini qo'rg'as orqali Xitoyga to'shimoqda. Xitoy rejimi Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'inida O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan bir qator hamkorliklarni o'rnatgan bo'lib, buning ichida O'rta Osiyo tabiiy gaz turbasining Sharq Turkiston orqali muqim holda Xitoyga yetkazilishiga kafolatlik qilishga kelishgan. Xitoy xalq to'rining 21 maydagi xabarida bildirilishicha, Xitoy O'rta Osiyo davlatlaridan import qilgan tabiiy gazni Sharq Turkistonning qo'rg'as orqali chegaradan kirgizib, atalmish g'arbning gazini sharqqa yetkazish 2 va 3 liniyasi orqali Xitoyning yarmidan ko'proq joylariga yetkazadi ekan. Xabarda oshkorlashicha 19 may kunigacha atalmish g'arbning gazini sharqqa yetkazish 2 liniyasi va 3 liniyasi ishga kirishtirilgandan buyon O'rta Osiyodan kirgizilib Sharq Turkiston orqali Xitoyga to'shilgan tabiiy gaz jami 430 milliard kub metrdan oshgan. Bildirilishicha, O'rta Osiyoning tabiiy gaz turbasi g'arbda Turkmanistondan boshlanib, O'zbekiston, Qozog'istondan o'tib Sharq Turkistonga kiradi ekan. Sharq Turkiston orqali Xitoy O'rta Osiyodagi davlatlarning energiya ul aslahalarini o'zaro tutash
almashtirdi ekan. Xitoy Turbi Tori guruhi G'arbiy rayon Turbi cheklik mas'uliyat shirkatining xabar qilishicha, atalmish G'arbning gazini sharqqa yetkazish ikkinchi liniyasi Xitoyning Sharq Turkiston orqali chegara sirtidan tabiiy gaz kirgizishdagi tunji strategik turbi yo'li ekan. Bu qurilish Sharq Turkistonning Qo'rg'osdan boshlanib, Xitoyning janubida Guangzhou, Hong Kongga, Xitoyning sharqida Shanxayga yetib borgan bo'lib, navbatda dunyo bo'yicha liniyasi eng uzun, ta'minlash qoplash ko'lami eng cho'ng tabiiy gaz turbasi hisoblanadi ekan. Atalmish G'arbning gazini sharqqa yetkazish 3-liniyasi Sharq Turkistondagi Qo'rg'os portidan boshlanib, Xitoyning sharqida Fujian o'lkasining Fuju shahriga yetib borgan bo'lib, yillik loyihalangan gaz yetkazish miqdori 30 milliard kub metr. Yuqori eqini Xitoy O'rta Osiyo tabiiy gaz turbasining C liniyasi bilan tutishidi ekan. Xitoy Amerika o'zaklarini ishlatishni to'xtatishga buyurdi. Xitoy Amerikadan o'ch olish maqsadida Xitoy texnika shirkatlarini Amerikada ishlangan ichki saqlash o'zaklarini ishlatishni to'xtatishga buyurdi. Amerika ovozining 22-maydagi xabarida bildirilishicha, texnika va bexatarlik masalasida Amerika bilan Xitoyning ziddiyati keskinlashgan bo'lib, Xitoy yakshanba kuni kompyuter uskunalarini sotib oluvchi shirkatlariga Amerikaning eng chong ichki saqlag'ich o'ziki ishlab chiqaruvchisi Micron Technology Corp'dan mahsulot sotib olishni to'xtatishni buyurgan. Xitoy tor boshliqi boshqarish idorasi tor bekitining ilgari surishicha, Micronning mahsulotlari aniqlanmagan mahsulot bo'lib, ig'ir tor bexatarlik xavfi borligi bu mahsulotlarning Xitoyning uchur ul aslahalariga xatar elib keladiganligi hamda davlat bexatarligiga ta'sir ko'rsatadiganligi ilgari surilib, Xitoyning mushim uchur ul aslahalari tijoratchilarining Micronning mahsulotlarini sotib olishni to'xtatishi kerakligi uqtirilgan. Bildirilishicha, Amerika, Yevropa va Yaponiya Xitoyning ilg'or o'zak yasash va qurol-yarog' yasash uchun ishlatishga bo'ladigan boshqa texnikalarga erishish nisbatini azaytgan bo'lib, Shi Jinping ilgari necha qatim Tayvanga hujum qiladiganligi to'g'risida tahdid solgan hamda Yaponiya va boshqa qo'shin davlatlarga qarata barg'ancha qattiq qo'lliq qilishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, 4-aprel Yaponiya Washingtonning Xitoyni jazolash sepiga qo'shilib, necha soatdan keyinla bexatarlikni bahona qilgan Xitoy rejimi darhol shirkatlarini Amerikaning bir taraf qilg'ich o'zligini yasash texnika mahsulotlarini ishlatishiga cheklama qo'ygan bo'lib, navbatda Xitoyning bir amallarini qilib Amerikadan o'ch olishni planlaganligi ilgari surilmoqda. 6-navbatlik Sharq Turkiston Milliy birlik shurosining tayyorlik yig'ini Istanbulda ochildi. 21-may 6-navbatlik Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi va 15-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishining tayyorlik maslahat yig'ini Istanbuldagi Sharq Turkiston ulamolar birligining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inga xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo qarindosh tashkilotlarning mas'ullari, vakillari hamda jamoat peshqadamlari qatnashdi. Maslahat yig'inida oldingi navbatlik qarindoshlik uchrashishi va Milliy birlik shurosida birlikka kelingan qarorlar va xizmatlar xulosalandi. Arqadan bu yil o'tkazilmoqchi bo'lgan 6-navbatlik Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi va 15-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishiga aloqador xizmat va kun tartiblari muzokara qilindi. Yig'in ishtirokchilari bu haqda o'xshamagan taklif fikrlarini o'tirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi va Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining sohibxonligida o'tkazilib kelayotgan yillik yig'in bo'lib, har qatimliq yig'inga muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqining har soha yetakchilari, akademiklari, olim ulamolari va jamoat arboblari ishtirok qilib kelmoqda. Yig'inda Sharq Turkiston xalqi duch kelgan krizislar va hal qilish choralari muzokara qilinib, Sharq Turkiston da'vo sohasidagi tashkilot va jamiyatlarning hamkorligida muhim xizmatlar ro'yobga chiqmoqda. Xitoy Yaponiyaga norozilik bildirdi. Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Sun Weidong Yaponiyaning Beijingda turishliq bosh elchisi Tarumi Hideyoni ministerlikka chaqirtib, Hiroshima shahrida o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'inida e'lon qilingan bayonotlarga norozilik bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning axborot e'lon qilish yig'inida muavin ministr Sun Weidong bosh elchi Tarumi bilan ko'rishganda G7 yig'inida Xitoyga tuhmat va haqorat xarakterlik bayonotlarning e'lon qilinganligini bildirib, Xitoyning buningdan bearim bo'lganligini va noroziligini yetkazganligini eskartdi. G7 rahbarlar yig'inida e'lon qilingan bayonotlarning Xitoyning egilik huquqiga, bexatarligiga va taraqqiyot manfaatiga ziyon yetkazadiganligini ifodalagan Sun Weidong Tokio hukumatining sohibxon bo'lish sifatida buningga hamkorlashganligini bildirdi. U Yaponiyaning Xitoyga bo'lgan to'nishini o'zgartib, strategik usulni qo'llanishga va ikki davlat munosabatining muqim taraqqiyotiga ijobiy pozitsiya tutishga chaqirdi.
u Tayvan masalasining Xitoyning asosliq manfaati ekanligini, bu masaladagi qizil siziqdan halqib ketmasligini ta'kidlab, Hong Kong, Xinjiang va Tibetga munosabatlik masalalarning butunlay Xitoyning ichki ishlari ekanligini, hech qanday sirtqi kuchlarning bu masalalarga qalaymaqon aralasha olmaydiganligini, shundaqla mas'uliyatsizlarcha bayonotlarni e'lon qilolmaydiganligini bildirdi. Yaponiya Kyoto agentligining xabariga qaraganda, bosh elchi Tarumi buningga javoban Xitoy maydonini o'zgartmagan ahvolda G7 davlatlari o'rtaq ko'ngil bildigan masalalarni davomli o'tirg'a qo'yadi. Agar Xitoy bu masalalarning tilga ilinmasligini umid qilsa, ijobiy inkos qaytarishi kerak degan. G7 davlat guruhi boshliqlari yig'inida e'lon qilingan birlashma bayonotda Xitoy bilan egilik huquqi talash tortishida bo'layotgan Tayvanning hozirgi holatini o'z oldiga o'zgartish urinishiga qarshi turadiganliklari eskartilib, Xitoyning yadro qurollari sonidagi ko'payishning Sharqiy va Janubiy dengizdagi egilik huquq masalalari Hong Kong, Sharqi Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq dafsandichiliklaridan qayg'urayotganliklari qayd qilingan edi. Turkiyaning tunji ballistik boshqariladigan bombasi ikkinchi qatim muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Turkiyaning yerlik va milliy imkoniyatlarga tayanib yasab chiqilgan tunji ballistik boshqariladigan bombasi Tayfunning ikkinchi qatimliq sinab qo'yib berilishi muvaffaqiyatli tamomlandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiyaning tunji ballistik boshqariladigan bombasi Tayfunni sinab qilib qo'yib berish mashg'uloti bugun atigan Riza Artvin aerodromida amalga oshirildi. Turkiya Cumhuriyeti Davlat Mudofaa Sanoati idorasining boshlig'i Ismoil Damir bombaning qo'yib berilgan paytda tortilgan suratini ijtimoiy taratqudagi adresida ham baharladi. Egilishicha, Turkiyaning tunji ballistik boshqariladigan bombasi Tayfun to'liq bitgan chig'ida 1000 kilometr masofaga yetib bora oladi ekan. Tayfunni tunji sinab qo'yib berish mashg'uloti 2022 yil 22 oktyabr Riza Artvin aerodromida amalga oshirilgan edi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.